kitobda ikkita insonga boqadi. Xuddi shu shaklda birlari davlat rahbari, ikkinchisi siz bo'lasiz. Shuncha inson nimaga yig'ildi deb o'ylaysizlar? Shuncha inson hammaliga Yuksalish kitoblar do'koniga ochilishiga keldik. Ustozimiz Muhammad Ali Shonqul bilan do'konlarda bular. Yuksalish kitoblar do'koni 1-fevralda ochilyapti. Buncha insonlar konsertga navbat turgani yo'q. Bu insonlarning hammasi Yuksalish kitob do'konlarini ochib deganmiz. Mana shu kunlarda eng ulug' niyatlar bilan Shabon oyining shunday kunida mana shunday bir makam manzillarni ziyorat qilib, mana shunday makam manzillarning bir qilinayotgan ishlarini guvoh bo'lar ekanmiz. Allohim bu ishlarni bardavom qilsin. Amin. Mana shu yerga hissa qo'shganlar, mana shu yerga xayrixohlik qiladigan barchalarning Alloh taolo ishlariga rivoj, oilasiga tinchlik, Allohim o'zi chiroyli ajrlarni bersin. Hamisha uchrashgan joylarimiz mana shunday bir yaratuvchilik, insonlarni ezgulikka undaydigan joylar bo'laversin. Hamisha yaxshilikda ko'rishib Abdulaziz aka keling, Alisher aka keling. Ulug' bo'lsin, barak bo'lsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun Türkçe kapayın. Buyurun. Hocam buyurun. Harika. Tashqarida eshiklardan fikr turlardi. Ko'p turmaslik uchun qisqagina eng muhim joylarga gapirib o'tmoqchiman. Avvalo kattaga rahmat shunday e'tibor uchun. Bugun ertalab kecha o'zi kimda kelarmikan bitta bo'lsin kitob sotilarmikan deb o'ylab o'tirdik. Endi hozir kitob qolmay qolsa endi nima qilamiz deb o'tirdik. Maşallah. Bu ham yaxshi ham. Kesakin gapi bor edi, haligi senda pul bilan ikkita muammo bo'lishi mumkin. Birinchisi yo'q bo'ladi, ikkinchisi ko'p bo'ladi. Bari ikkinchisi bo'lsin sizda. Hop, bugun mana bir restoranda bo'lsak ham bir restoran ochilishimiz bugun bir nima deydi? Boshqa bir yengilroq mavzudagi ochilish marosimidamiz, balki saviyali intelligensiya deymiz, zakovatli, ziyoli insonlar yig'ilish mumkin bo'lgan joydamiz va minglab odamlarni bu masala ustida yig'ilgani bizni quvontiradi. Qadamlaringizga hasanat, avlodlaringizdan olim ulamolar, ulug' zotlar chiqishda to'xtamasdan o'zingizdan boshlansin yoki teparoqda boshlangan bo'lsa munosib davom ettirishlik nasib etsin. Ayol shunchaki hayot bo'lgan, orzu shunchaki orzu emas, har bir narsa o'zini aksini qoldirarkan, asorati bo'larkan. Shuning uchun fikrlaringizga ehtiyot bo'ling. Ular sizni taqdiringizga aylanish uchun degan gapsa jon bor ekan. Biz o'tgan yili men har yil dekabrda yangi kelayotgan yil uchun 10 ta maqsad yozaman. Shuni biriga jiddiroq kirishaydi, kitob do'koni ochaylik deb niyat qilgandik. Men G'ulomjon akani bir vaqtiga alohida rahmat aytmoqchiman, chunki 15-yanvarda shu kitob do'konimiz ichidan tur video qilishgandi. Mana shu yerdan biz o'qimizda bo'lishyapmiz. Vaqtingiz yo'lingiz bo'lsa keling deb. Meni shu yerda ochmoqchiman desam, o'zini joyini bo'shatib beribki, siz shu yerda oching, mayli men ketamdan foydalanaman deb. Men duo qildim, Alloh taolo sizga himmatingizdan ziyoda qilib turib, himmat qilsin Xudo sizga deb. Inshaalloh biz yaxshi qo'shni bo'lamiz degan umiddaman, chunki Novzada ham qo'shnimiz, Yo'lda ham qo'shni bo'ldik, jannatda ham qo'shni bo'laylik.
Akmal aka men biznes dedim. O'zi aslida biznesni boshlashdan oldin sarhisob kitob ko'radi. Finansiy tomonini. Biz shu vaqtgacha olib ko'rmadikki, o'tirib o'zi qancha haligi foyda bo'ladi, nima bo'ladi, umuman qiziqmas. Mana shu foyda bo'lsa bo'lmasa, niyat qilib turibmiz, to dunyo turguncha ochiq turadi inshaalloh. Xudo yuzimizni yorug' qilsin. Sabab bu kitob, mana Jahonskut ichida bo'lsangiz, siz mana Abdulaziz aka ayniqsa biladi, kitob chiqarib, kitob yozadiganlar, noshirlar, uy blok kitoblar bilan to'lganini ko'rganman-da, sotilib o'tmasdan. Kitob biznesi, maktab, ta'lim, bog'cha, universitet juda bir foyda qiladigan biznes bo'ladi. Bir qo'y boqqan. Tavba qilib bitta qo'yga like bosganimni bilaman. Instagramda faqat qo'y chiqadi. Qarasa o'sha foydaliroq biznes ekan. Lekin umrimiz hali qo'y bilan ketmaydi. Bizda tarixda Ibn Sino qilgan qo'y bo'lmagan. Buxoriyda qilgan qo'y bo'lmagan, kitob bo'lgan, ilm bo'lgan. O'sha paytda qanday bu buyuklarga yetishishga yaqin kunlargacha desa, o'sha kitobni yozadigan ahli ilmlarni, talaba yetishtiradigan ahli ilmlarni, umuman ilmda yurganlarni qo'llab-quvvatlab turadigan boylar bo'lgan. Bu soha hech qachon pulga muhtoj bo'lmagan. Shuning uchun kitob qayerda bo'lishi qat'iy nazar, biz hamma kitob do'konlarida hech qaysini bir raqobat sifatida ko'rmaymiz, do'st sifatida bir yordamchi o'rnab ko'ramiz. Malham kitoblari, Qamar, boshqa kitoblar. Men Shams kitoblar do'koni yopilganda juda qattiq yig'lagandim. Juda qattiq xafa bo'lganman. Bir kitob do'koni endi o'zida bo'lmagan. Bir kitob do'koni yopilishi bu millatga kelgan musibat bu. Tushunasizmi? Uni orqada kompyuter ishlayveradi. Boshqa joyda biror bir narsa ishlayveradi. Uni xaridor bor ekan, lekin kitobni xaridor nahot yo'q bo'lsa deb turib, juda ham qattiq xafa bo'lgandim. Alloh nasib qilsa o'sha kitob do'konlari qayta ochilishini yuzimizda Xudoning oldida yorug' bo'lishadi. Shuning uchun biz o'zi aslida Asqar Muxtorning gapini men alohida yozib qo'yganman. Sizga inshaalloh bugun sizlarga bu partiya imkoniyati o'shaqa siz zamonda narsa bo'lmaganda ruchka qo'yib ketgan ekanmiz. Hozir allabora narsalar chiqqan necha kun o'sha o'zi Qashqadaryoga bordi. O'zbekiston rosa ko'p aylanamanda men sheva umumiy bo'lib ketib qolgan. Qancha xorazmchilik qilsa anchaga o'tiraveradi. Xullas o'sha narsani qilib qo'ygan. O'shanga endi bir ilmli narsalar yozganlar, ziyolilar o'qiydigan. Shu bir gap yozganmiz. Kitob boylik javonda turgan emas, balki o'qilgani degan Asqar Muxtor. Shuning uchun biz kitob ochishdan maqsadimiz ochishdan avval umuman hech narsa yo'q. Bolalar bilan yarim kun o'tirib faqat strategiya haqida o'ylaganmiz. Oliy maqsadimiz nima? Kitob sotish emas, umuman kitob sotish emas. Kitobni o'qitish. Hozir ulgurganimizcha narsalar bor, bugun taqdim qilamiz. Ulgurmaganimizni ozgina ichini chiqarib e'lon qilamiz. Xudo xolasa shunchaki kitob sotishimiz, kitobni o'qilishini qanday biz rioya qilsak bo'ladi buni haqqiga deganimizda bir necha oyalar keyin Xudo xolasa bir dastur ustida ishlayapmiz. Bugunga umuman ulgurilmadi. Yaqin bir oyda ulgursak katta gap. Chunki Play Market App Store'ga kirgizishni katta mehnat talab qiladi. Nasib qilsa yuksash kitoblar do'koniga kelajakda kelsangiz, o'zingiz o'sha dasturni yuklab a'zo bo'ladigan va sizga o'sha qaysi kitob sotib olsangiz, shu kitobni har kuni yo 20 bet yo 30 bet kitob o'qishingizni eslatib turadigan bildirishnomalar borib turadigan, har bir o'quvchini o'qiyotgan betlarni, sahifalarini yuritadigan. Endi oxirida tashqaridadir, katta zallardadir, yoshlar ijod saroyidadir. Bizni o'zimizni faqat kitobxonlarimiz yig'ib, elitalar eng oldida turadi. O'rtachalar o'rog'ida endi o'qimoqchi bo'layotgan tepada necha 100 ming bet kitob o'qidi, necha million bet kitob o'qidi. Masalan, maktablarimizni har kuni hisobotini qilamiz. Men shu oddiy narsa bir xil eslamazlar qo'shib qiladi. Shuncha bir kvartalmiki yo bir oymiki yo bir yillikmi. Bolalarimiz 10 million bet kitob o'qidi desam, bir xil shoshib qoladi. O'tirgan joyga yiqilib qoladi. Bizning maktablarimizda kitob o'qish juda oddiy holat. 4000 ta bola o'qiyotgan bo'lsa, o'rtacha 50 bet o'qishadi. Kimdir 400 betgacha, kimdir 20-30 bet maydalar. 4000 ni 50 ga ko'paysa taxminan qancha bo'ladi endi? 200 ming bo'ladi. Tabiiyki kuniga 200 ming bet kitob biz bolalarimiz o'zi o'qib qo'yadi xolos. Ya'ni u bir haftada 1 million 400 bo'ladi, bir oyda falan million bo'ladi. Bir yilda mamlakatimizning kitobxonlik saviyasini ko'tarishga foizlarda o'zicha hisoblovchi hissamiz bor ekan. Akademiyamiz 30 mingga yaqin bola o'qib chiqdi. Hammasi kitobxonlar hamda hozir. O'shalarni biz ommaviy tarzda yoyishlik uchun kitob do'kon ochdik. Chunki hamma joyda
maktab ochish juda katta xarajat, o'quv markazi ochish uni yuritish xarajat. Lekin kitob bu do'kon ochish nisbatan arzonroq ekan, uni ijarasi ham kamroq misol uchun. Maktablarimizda misol uchun shu yerda ijarasi 10 barobar, ba'zan 15 barobar kamroq. Endi bu ki menga bir g'am yuklamaydi. Oyda ko'rsak ko'rmasak mana shu yerda chiroyli ochib turishdik. Biz 3 ta narsa aytmoqchiman sizga. Jami narsalardan. Birinchisi Kahoot degan programma ko'rdilar, e'tirof kelganlar. Ya'ni bir bolalarimiz nechta kirgizib bo'lishdi. 100 tadan oshiq 130 tacha kitobni, hamma deyarli o'qigan kitoblar, buning ichida ilm olish-san'at savdogar ustozi yoki Tarix Muhammadidir, boshqa o'yla o'boy va hamma kitoblar bor degan. O'sha kitoblar bo'yicha kelib 20 ta test tuzilgan, juda chiroyli gamifikatsiya. Imtihondan o'tib 15 tadan yuqori to'plasangiz bo'ldi. Ya'ni 75% yuqori bo'lsa, chegirmaroq beramiz deb niyatimiz bor edi. Bugun ham buncha odam e'tirof qilsa kerak-ku, lekin hamisha kunlari, odatiy kunlari kelib turib, ham o'z bilimini istirab ketishingiz, ham shu o'qiganingizni izhorini o'zizga bildirib qo'yishingiz, ham nasib qilsa chegirma olishingiz mumkin. Bu birinchi yangiligimiz va buni boshqa hamma kitob do'konlariga biz tekinga foydalanishga berishga tayyormiz. Boshqa kitob do'konlariga kirsangiz, ana shunday o'zingizni bilib sinadigan narsa bo'lsa yaxshi. Ikkinchisi, booksharing degan narsa qilganmiz. Kiras o'ng tarafda javon turibdi. Hammaning kitob olishga pul yetmaydi ba'zan. Men o'zim talaba bo'lganman, bir talaba mana talabani qanday qisqa tushuntirsam bo'ladi. Ertaklar hammasi talabalar uchun yozilgan. Ya'ni bir pul boshqadan qarang. Pul haqida bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qizig'i yo'q kunlari ko'proq ekanda. Aytadi, yanvar oylik tugab bo'ldi, yanvar tugamayapti. Yana shunaqa. Ya'ni mabodo pulingiz bo'lmagan taqdirda memor biz kitob do'koniga kelsangiz, hozir bugun kechgacha ikkita kattaroq javon olib kelib qo'yamiz. Boridan foydalanamiz. Booksharing degan joy turibdi. U yerda bir eskaligi kitoblar emas, stol tagiga qo'yadigan. O'z kitob hech qaysi stol tagiga qo'yib qo'ymaydi. Qaysi tilda bo'lishi qat'iy nazar. Yaxshigina yangi kitoblar turibdi. Sajjat aka, sizdan mashinasini olasiz. O'zim ikkinchi marta chopyapman. Tarix Muhammadiyni siz ovozlashtirgansiz. Men qayta-qayta eshitaman. Juda yurgan yo'lni o'qib qo'yaman. Bitta Tarix Muhammadiy sizga aylanib ketdi. O't aragiga qarang. Buni aka yerga qo'yolmaymiz. Xalqqa dalolat qilish uchun bu kitobda ikkita insonga bog'lanadi. Xuddi shu shaklda birlari Davlat rahbari, ikkinchisi sizga. Otamiz bu Ahmad Hojiboyev qalbiga mansub Xorazm nemislar asari, ya'ni Xorazmda yashagan 55 yil davomida 1883-yildan 1937-yilgacha yashagan nemislarning hayoti haqida yozilgan hujjatli badiiy asar. İngliz tilida, rus tilida, lotin alifbosida va o'zbek alifbosida chiqdi. Inshaalloh sizni shaxsiy kutubxonangiz uchun bu. Ammo kitob do'koni uchun ham Xudo xohlasa yana beramiz degan niyatimiz bor. Agar o'qiladigan bo'lsa, bu ikki millat o'rtasidagi bir ishtalardan hikoya qiluvchi, bundan bir 100 yil, 150 yil oldin bo'lib o'tgan voqealardan hikoya qiluvchi bir odamiylik qissasi bu. Bir ajib voqealar bor, bo'lib o'tgan haqqoniy voqealarga asoslanib yozilgan. Agar o'qiladigan bo'lsa, ibrat olinadigan